Va nihoyat Qashqadaryo viloyati Koson bozoriga o'z filialimizni ochdik birodarlar. Bayon tabib 3-7 tabobat do'koniga kelaverasizlar. O'sha mashhur suyak yemirilish, artrit, polartrit, revmatizm, ko'ks artroz borlarga ham o'sha mashhur giyohimizni olib kelib qo'yganmiz birodarlar. Juda ko'p insonlar so'rabdi Qashqadaryo, Qarshiga, Kosonda ham filialingizni oching deb. Biz Qashqadaryo viloyati Koson bozoriga ochdik birodarlar. Gemostop giyohimiz ham keldi. Juda ko'p insonlar hozir gemoroydan aziyat chekyapti. Agar sizda tashqi ichki gemoroy bo'lsa, trechina bo'lsa, mana maxsus Bayon tabib brendi bilan chiqargan Zubor 6 oy ustiga ishlab, proporsiya to'g'rilab yasaganmiz gemoroyni ko'zini oladi birodarlar. Juda ko'p insonlar so'rabdi. Mana manzilimizni ochdik, Xudo xolasa, barcha hamma giyohlarimiz bor. Mana shogirdimiz Nurbekjon o'tiradilar, manzilni tushuntiring. Manzilimiz Koson dehqon bozori ichida joylashgan, sut mahsulotlari rassasining oldi tomoni bilan Bayon tabib 3-7 tabobat do'koni. Telefon raqamimiz 91 kod bilan 225 61 81. Kelaverasizlar birodarlar, barcha giyohlarimizni topsangiz bo'ladi. Hamma giyohlarimiz bor.